Tracker 10X da yuradiganlar mana shu muammo bilan ko'p murojaat qilishadi menga. Hozir uy sharoitida sizlar mashinalar agar klemani uzgan bo'lsanglar yoki mana shunaqa oynani kalibrovkasi chiqib ketsa, hozir shuni o'rgatib qo'yaman, qanday qilishni o'zingizlar qilib olsanglar bo'ladi. Tak, leviy zadniy deyapti. Orqa chap taraf. Buni polni ochamiz. Ushlab turamiz, o'zi chiqillaydi. Keyin yana polni ko'taramizda chiqillaguncha. Endi praviyni so'radi. Endi o'ng taraf. Endi shofyorniki voditelnikini so'radi. Buni ham polni ochamiz. O'zi chiqib ketadi. Endi passajirniki. Passajirnikini ham ochamiz. Böyle chiqiladi. Buni ko'taramiz. Bo'ldi. Oyna kalibrovka bo'ldi. Bu kalibrovka bo'lmasa nima foyda beradi? Nima bo'ladi? U bilan yursa ham bo'ladi deydiganlar uchun hozir ko'rsataman nimaga kerakligini. Hozir shofyor eshigi ochiladi. Och. Oynaga qarab turamiz. Oyna ochildi. Yop. Mana shu uchun kerak bo'ladi. Vakuum hosil qilmasligi uchun bu narsa. Sizlarda ham Trackermi 10X bo'lsa, oynalar kalibrovkadan chiqib ketsa, bemalol o'zingizlar qilib olishingiz mumkin. Uy sharoitida videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Salomat bo'ling.